qanaqa qilib siz kattaroq narsalarga tayyor ekaningizni ko'rsatasiz. Agar siz hayotdan ko'prog'ini xohlasangiz, ko'proq ne'matlar, pul, taassurotlar, sayohatlar, siz ko'prog'ini sig'dira oladigan insonga aylanishingiz kerak. Sizni barcha ne'matlaringiz hayotda istagan har bir narsangiz ularga teng miqdorda kattaroq mas'uliyatlar, qiyinchiliklar va sinovlar bilan birga keladi. Har safar siz ko'proq yaxshilik olsangiz, bu albatta qo'shimcha mas'uliyat va qiyinchiliklar bilan keladi. Agar olam hoziroq siz ko'proq bermoqchi bo'lsa, sizni ortiqcha yuklab qo'yadi, hatto sizni sindirishi ham mumkin. Shuning uchun olamga siz tayyor ekaningizni ko'rsatish uchun siz haqiqatan ham kattaroq idishga aylanishingiz kerak. Ya'ni ko'proqni qabul qila oladigan holatga. Bu nima degani? Bu siz hozirgi qiyinchiliklar va mas'uliyatlarni muammo sifatida qabul qilishni to'xtatishingiz kerak. Ular sizga to'sqinlik qilishga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Shikoyat qilishni, ayblashni, o'zingizni qurbon deb his qilishni to'xtatishingiz kerak va ulardan yuqoriga ko'tarilishingiz kerak. Sizga kichkina muammolar kerak emas, sizga o'zingizni kattaroq versiyangiz kerak. Faqat kattaroq versiyangizgina katta ne'matlarni ko'tara oladi. Qachonki siz muammoga duch kelsangiz, uni sizga to'sqinlik qiladigan narsa sifatida emas, balki zina sifatida qabul qiling. Bu orqali yuqoriga ko'tariling.